Qiyomatda eng og'ir kim uchun bo'ladi? Eng og'ir kun imomlar uchun og'ir kun bo'ladi. Qiyomatda eng og'ir imomlarga bo'ladi. Qur'onda Alloh taolo qiyomatda har bir insonni ummati imomi bilan chaqiraman deyapti. Bor imomingni olib kel. Bor boshlig'ingni olib kel derkan. Qiyomat shunday kun. Hozir hammalaringiz bizni imom deb iqtido qilib, domla deb nima desak xo'p deb turibsizlar. Qiyomatda biz uchun og'ir bo'ladi. Bu mas'uliyat yetkazib qo'yishimiz kerak. Jon azizlar, Qur'oni Karim Ramazon oyi. Nima uchun Alloh taolo jannat eshiklarini ochdi? Do'zax eshiklarini Ramazonda berkitdi. Tafakkur qilib ko'rganmizmi? Ramazonda faqat yaxshilik bo'lish kerak. Tushkunlikka tushgan inson ham Ramazonda xursand bo'lish kerak. Hech kimni xafa bo'lishlikka haqqi yo'q. Ramazon shunday ulug' oy. Ramazon oyi Qur'on oyi. Qur'on o'qiy olyapmizmi kunduzi? O'qiy olganimiz yo'q. Aqalli 1,5 soat shu joyga kelib Qur'on eshitaylik. Sog'may bo'laylik. Biz yetkazib qo'yishimiz kerak sizlarga. Qur'ondan aziz narsa yo'q hozir. Kim bundan yaxshiroq bir muhimroq ishim bor desa, bu inson adashgan bo'ladi. Xato qiladi. Alloh taolo o'sha ishini bajarmasligi mumkin. Oqibat shu ishi o'ziga yomonlik keltirishi mumkin. Ozgina ishim bor deb 8 rakat o'qib chiqib ketib, dunyo ishimizni bajarishimiz mumkin, bir kishi bilan ko'rishimiz mumkin. Qiyomatda bu ishimiz holimizga voy bo'lmasmiki? Bundan muhim, zarur narsa yo'q. Butun farishtalar bilan bizga muntazir bo'lib duoyimizga amin deb turibdi. Shunday kunlar, shunday soatda umid qilib yurgan million insonlar bor. Koshki edi biz ham Qur'on eshitib, Allohning ulug' baytida, ulug' soatda shunday holatda o'tirsak degan million inson orzu qilgan bu kun. Siz bilan bizga Alloh berdi. Siz bilan bizlar uchun shunday mana 4 ta qori mihrobda sizlarga chiroyli o'qib berajak qora akalarimiz. Buni g'animat bilishimiz kerak. Toshlab chiqib ketib, mayli tashqarida sal sovuqroq, ammo lekin Alloh taolo shunday holatda ham eshitganlarga savobi ko'proq ularga. Bizdan ko'ra tashqarida salqinda turib eshitganlarga, quloq solganlarga savobi ko'proq bo'lishi mumkin. Chunki men ham shunday salqinda ham eshitib turibdi. Shuning uchun buni g'animat bilaylik. Bu kechani g'animat bilaylik. Qalbimizni boshqa narsa, Qur'ondan boshqa narsaga xayolimizni keltirishlikka haqqimiz yo'q. Hazrati Umar roziyallohu anhu shuni joriy qilganlar. 1400 yildan shu holat Hazrati Umarning ruhlariga borib turibdi. Nawwarallohu qubura. Alloh taolo qabrlarni munavvar qilsin deb duo qilishgan. Bizni qalbimizni munavvar qildi Umar deb. Masjidga jamladilar. Bir qorini olib keldilar. Avvalidan to oxirigacha o'qittirdilar. Qolganlar yig'lab so'may bo'lishdi. Buni tarixini yaxshi bilaylik. Buni tarixini yaxshi tushunaylik. Siz bilan biz bu turgan bu holatimiz sahobalarning holatlari bo'lgan. Go'yoki siz bilan biz sahobalarimiz. Shunday jamoatdan, shunday holatdan yuz o'girib chiqib ketadigan bo'lsak, yarmida tashlab ketadigan bo'lsak, siz bilan biz qanday inson bo'lamiz? Shuning uchun qiyomatda eng og'ir kimlar uchun ekan? Siz bilan biz oddiy inson bo'lsak, Alloh taolo borib imomlaringizni olib keling derkanda.
Rasululloh shuning uchun hajjatul vadoda alahal ballag'tu deb 3 bor takrorladilar. Ey sahobalarim, sizlarga men yetkizdimmi dedilar. 3 marta takrorladilar. Ya Rasululloh, yetkazdingiz. Bizga tushuntirdingiz, tushundik, yetkazdingiz dedilar. Biz ham sizlar uchun yetkazib qo'yishimiz kerak. Ramazonda xatm Qur'on ulug' g'animat. Ramazondan tashqari 1000 marta o'qing, buni savobini topa olmaysiz. Shuning uchun bu soatga astoydil. Ramazon oyida Alloh taolo shuning uchun jannatning eshigini ochdi. Bandalarim yaxshilik qilsin. Bandalarimning qalbi yaxshilikka moyil bo'lsin. Yaxshilikdan sira burilmasin deb 30 kun Alloh shunday holat qildi. Kunutun siz bilan biz har qanday tushkunlikka tushgan bo'lsak ham xursand bo'lishimiz kerak. Har bir holatimizda qanday holatda bo'lishimizdan qat'iy nazar xursand bo'lishimiz kerak. Bu oy yaxshilik qiladigan oy mana. Mana birinchi kun ketdi. Topa olmaymiz uni. 1,5 pora tugadi, topa olmaymiz. Mana ikkinchi kun bugun inshaalloh boshlanadi.